Assalamualaikum hörmətli radio anlaşdıqlar. Bugünkü roman anlatışı saytımızda Sevgi Canişib xanım yazgan Köz yaşıdan nemdelgen zemin namlıq tarixi əsliminin 18 aprel namlıq babını davamlıq anladınız. İşik aldığı çıksam, maşina yine şu yerde duruptu. İçide yeni adam yok. Allah'a şükür. İşim oldun geldi. Xudayım bana yardım qildi. İşimni becerib aldım, deb ko'nglim aromiga tushdi. Lekin hech qanday kishiga ko'rinmasdan darhol qaytib ketishim kerak edi. Cho'ng ko'chada yugurgan peti avtobus bekitiga qarab ketdim. Ko'chadagi kishilar mening yugurganimga qarab, "Voy, bu qizga nima bo'lgandi? Ko'chada yugurib ketadi-ku" desa, ba'zilar "Bek aldirashqu" deb qoldi. Chunki bizning madaniyatimizda cho'ng ko'chada menga o'xshash qizlarning yugurishi g'alati ish edi. Hech kim undaq qilmaydi. Uyat bilinadi. Shunga men yugurib kishilarning diqqatini buzdim. Avtobus bekitiga kelib, o'chirib turgan bir ayolga "Sizning kayningizni men bor. Men bu do'kondan bir narsa olay" deb bekatning yendagi do'konning ichiga kirib, o'zimni daldir elib, do'konning darvozasidan qarab, avtobusning kelishini kutib turdim. Do'konchi Hanzu, "Osmonamsan?" deb yugurib kelib, bir qancha bog'lam o'sim ko'tarib chiqdi. Chunki men qizlarga har vaqt mushu do'kondan o'sma og'ish borardim. "Men hozir o'smamayman, rahmat. Ikkinchi qatim kelganda olarman. Hozir boshqa yerga boraman" debla so'zimni tugatmasdan avtobusning kelganini ko'ribla aldirab xo'shlashib chiqib ketdim. Baxtimga yarasha avtobus cho'ng ko'rikkichi to'xtamay mangadigan bo'ldi. Do'stlik saroyining udiga kelganda boyiqi jamoat xavfsizligi nazoratining mashinasi maktabga qarab ushqandek yurib ketdi. Men bular o'zlaricha ma'lum mudirlarga aytib ko'ramiz degicha men chaqqan chiqdim. Her qachon kirsa, mening sandig'im cho'ng dadamning uyida bo'lmasdan, o'zimizning ambar uyimiz borligini bilib, ishni achay desa oshqish yo'q. Ishni buzib kirmoqchi bo'lsa-mu, palto bilanmi buzolmaydi. Chunki ishik qalin qattiq yog'ochdan yasalgan bo'lib, ikki bo'yidan temir baldoq bilan taqab yo'g'on qilib solingan. Bu qilib koni zamonda yasalgan qilib bo'lg'ash hech qanday oshqish tushmaydi va osonlikcha urib sindirg'ili va bozg'il bo'lmaydi. Shunga ular amalsiz oshqish og'il ketyotidi deb o'yladim. Avtobusdan maktab oldi tushmasdan o'tib ketib, doktorxona oldiga berib tushdim. Atrofda hech kim ko'rinmaydi. Vallahi bo'limning orqa eshigidan kirib, palampay ostiga tiqib qo'ygan xaltimni kiyib, kitobni ko'tarib yotoq tarafga qarab ketarsam, oldimga Nusrat uchirdi. "Nada yuraysan? Seni izlamagan yerimiz qolmadi. Maktabda seni izlab chopmagan odam yo'q. Bormagan yer qolmadi. Nega ketding?" "Ha, shundoq bo'lib ketdimi? Men nishiga ketmadim. Laboratoriyada yangagan kasalning tekshirishini qildim. Men nima kerak bo'lib qoldim? Nima shuncha ansirab ketdinglar?" deb so'radim, ko'rib turib. "Rost, u yer bizning izimiz kelmabdi. Hamma yerni izlabdik. Kadrlargacha seni izlab chiqib ketdik. Men sizlarning bunchalar izlab ketganlarni o'ylamay, laboratoriyada tekshirish bilan o'ltirib ketibman. Uni bilgan bo'lsam, baldir qaytarganman. Qo'sig'im ochmasa qaytish esimkim kelmas ekan. Nima ish bor? Mening qo'sig'im dak ichib ketdi. Tomoq yeb olay-a?" Men yotoqqa kirib ketdim. Yotoqda shamish shamol bor ekan. Men ishdan kirishim bilan "Canım Suyun, qayerga ketding? Seni bak izlab ketdim. Sening beshingga bir bola keldimikin deb ansirab ketdim" dedi. Men uningga bo'lgan ahvollarni qisqacha aytib berdim. U sakrab tushib meni quchoqlab oldi. "Voy, qanday qo'rqmay qilding? Sen ajoyibkansan-ku. Xuddi kinolardagi qahramon qizlarda qilsan." "Canım do'stim, sendan bek ansirayman. Seni elib ketib qolsa qanday qilamiz? Shuni o'ylasam, yuragim og'riydi"
deb yig'lab iqib ketdi. Zalda birisining kelayotgan oyoq ovozi anglandi. Biz jim bo'lishdik. Shamol ko'z yoshini surtib ulgadi. Men üstel ustidagi manga deb akirib qo'ygan mayliq sho'rpa bilan nonni yegan bo'lib, qo'sh tutib o'ldirdim. Rostini aytganda, qo'rsig'im toza ochgan edi. Ishni urib, Nusrat kirib keldi. Seni tomoqni kirib yesin deydi. Uyning oshqishini elib chiqsin deydi. Oshqishim tuqqanma, deb taplab qo'ydi. Men ichimda kuldim. Ko'zimning quyrug'ida Shamolga qarab, ko'zimni qisib qo'yib chiqib ketdim. Ular seni darvoza oldida kutib turdi, dedi. Men maktab darvozasi oldiga chiqsam, yiliqi jamoat xavfsizlik nazoratining qarmashinasi eshik oldida turibdi. Men mashinaning oldiga kelishim bilan mashinaning eshigi ochildi. Men kirib o'ldirdim. Mashina ushqandek sharga qarab men ketdi. Mashina ichida 6 xanzi o'ltiradi. Men bir nima tonimaydim. Menmi gap qilmadim. Ularni suvan surmadi. Ular mendan uyim qayerda debmi so'ramasdan, Udul bizning uyning eshik oldiga kelib to'xtadi. Mashinaning to'rt eshigini ochib, hammamiz tangla mashinadan tushdik. Ular oldi kaniga qaramasdan Udul uyga qarab mangdi. Biz o'ylar kirib kelishimiz bilan tang Umarjon boshliq bir turkum odamlar yugurib chiqdi. Men xotirjam, erkin holda kulimsirab kirib keldim. Cho'ng opamni texmi qo'rqib ketmasin deb, o'zimni erkin, xotirjam tutib, kulimsirgan qiyofatda salomlashdim. Cho'ng opam chiroylari sarg'ayib, qo'rqqan holda: "Qandoq bolam, yaxshimisan? Atdigan kelgan vaqtingda men yo'q bo'lib qoptiman", deb men yugatgan so'zlarida chiqdi va oxirida "Nima qilib yuriysan, jonim bolam?" deb yig'lab ketdi. Cho'ng opamning yig'isiga yuragim og'rib tursimi, hech narsa deyolmadim. Udul bizning kichik uyning eshigiga kelib, eshikni ochdim. Yiliqi 10 necha odam hammasi yugurishib kirib kelishdi. Men boya hozirlab qo'ygan bayroq lapsi va kitobni, qora qog'ozlarni berdim. "Mushulma, boshqa materiallar tashkilotning rasmiy bayrog'ini", deb to'lab hayra qildi Umarjon. "Buningdan 2 oy burun ko'ydirib o'tgan. Hech narsa yo'q. Menda hozir bor narsa shu. Bu kitob mening boshlang'ich maktabga o'qish kitobim. Bu magazindan olgan qora qog'oz. Bu bayroqning birisi. Belgisini shu vaqtda elib yetib o'tgan", dedim men xotirjam qiyofatim bilan. Hammasi bir-biriga qarab qo'drab so'zlashdi. "Bayroqni ikki degan edi, yana birisi qani?" deb so'rdi bir xanzu. O'zi xili salobatlik bir xanzu uyni oqtirishga buyruq qilgandan keyin cho'ng oqtirish boshlandi. Uyning ichidagi butun narsalarni echib, oqtirib titratdi. Uydagi yo'g'on 4 sanduq, yog'och sanduq, qisqasi ular oqtirmagan narsa qolmadi. Faqat uyning o'tirisiga o'rg'i tushib ko'madi. Lekin kelib emishib qarab qo'yardi. Ular kelib o'rg'i emishib qargan siri yuragim jir qiladi. Obligimning she'ri mayli, lekin turimda yotgan Abdul Aziz Maqsumning turimdan chiqarib bergan she'ri xatarlik. Uni ko'rib qolsa, cho'ng ish bo'ladi. Ularga chandırib qo'ymaslik uchun u tarafga bir qitim qarab qo'ymadim. Bir soatdan ortiq vaqt oqtirish qilib, hech narsa topolmagandan keyin u uydan qaytib chiqmoqchi bo'ldi. Men ularga: "Sanduqni ko'tarish beringlar. Men ko'tara olmayman", deb sanduqni ularga ko'targizib, ishni taqab chiqdim. Ular kitob, bayroqlarni elib uyga kirdi. Bütün narsalarni echib, bir-biridan sanab chiqdi. Mashina bilan tekshirib bo'lgandan keyin yo'g'on sumkaning ichiga solib,
og'zini qulplab, hammamiz uydan chiqdik. Eshik oldidagi qora jip mashinaga 15 odam qisilib sig'dik. Bir necha odam darvoza oldida ular bilan xo'shlashib turib qoldi. Bular mahalla boshliqlari yoki mahalla soqchilari o'xshaydi deb o'yladim. Mashina udul jamoat xavfsizlik nazoratining oldiga berib to'xtadi. Mashinadagilar yo'g'on sumkani ko'tarib, xuddi cho'ng narsa topgandek guldirlashib, jamoat xavfsizlik nazoratining ichiga kirib ketdi. Mashinada men yolg'iz o'tirib qoldim. Bir g'azodan keyin ular qaytib chiqdi. Biz 8 qavatlik binoning oldiga kelganda, ular meni mashinadan tushirib qo'yib, o'zlari maktabga kirib ketdi. Men maktabning oldiga kelganda, maktabdan qaytib chiqayotgan Zaynura bilan uchrashib qoldik. Zaynura bundan 2 hafta burun Xinjiang institutining matematika o'qituvchisi Murat bilan to'y qilgan edi. Shu vaqtda Sovet grajdanlarini chegirdan majburiy qo'g'lab chiqayotgan mezgil bo'lg'ach, Muratlarning oilasimi Sovet grajdani bo'lganlikdan chegirdan chiqib ketish qog'ozi kelganlikdan mushu haftada chiqib ketishi kerak ekan. Shuning uchun Zaynura maktabdan qonunsiz to'y qildi deb qo'g'langan edi. Shu rasmiyat qog'ozlarini bejirish uchun maktabga kelgan ekan. Ishlarni bitkazib chiqqanda biz uchrashib qoldik. Biz u yerda bir oz paralashib turib qoldik. Men uningga Malikaning adresini berdim. U yerga borgandan keyin Malikani izlab, bizning ishimiz haqida Malikaga aytib qo'ygan. Bizga xat yozmasin. Bizning taqdirimiz qanday bo'ladi, u bizga noma'lum. Har holda yaxshi ish yo'q. Sen bilan xo'shlashib o'sib qo'ya olmaydigan o'xshayman. Biz o'tir maktabdan tortib, ta hozirgacha bir partada o'tirib, o'qib, qarindoshlarcha o'tgan edik. Mening seni ko'nglimdagidek o'sib qo'yg'im bor edi. Lekin o'zing bilasan, mening amalim qancha. Biz xo'shlashdik. Shu xo'shlashgan peti men uni ikkinchi ko'rmadim. Kechda muzokaraga chiqmadim. Yotoqda o'tirdim. Biz bilan praktikada bir guruhda bo'lgan Jinxua ismli Shanxayli qiz kirib keldi. Bugun nega ketding? Dars ustida Ahmad To'xti hushidan ketib qoldi. Doktorlar kelib, ukol qo'yib, bir necha vaqt yotqizgandan keyin hushiga keldi. İşte doktor yo'lab, aram yotoqqa olib qo'ydi. Bak yomon og'rib qopti, deb ichini og'ritib ketdi. Ahmad akaning nerasiga qattiq ta'sir qilgan o'xshaydi, deb o'yladim. Burun biz Ahmad aka pash qildimikin deb gumon qilib yurgan edik. Qaraganda Ahmad aka pash qilmagan o'xshaydi. Endi u kimdi? Qimmatli radio anglashdo'stlar, bu tarixiy aslining davomini keyingi qatimliq roman anglisi saytimizda davomli huzurlarga sunamiz. Xayr xo'sh, Xudo omonat, ko'rishishga omon bo'linglar.